Gul quvonchning gul sarlavhasi. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz muxlislari. Men jurnalist Jamila Haydarova. Bugun ham siz azizlarim bilan birga kanallarimiz orqali sog' va salomat holda diydor ko'rishib turganimdan mamnunman. Gullar qachon paydo bo'lgan? Gulli o'simliklar, yopiq urug'lilar taxmin etilishicha 130-140 million yil avval Mezozoy erasining bo'r davrida paydo bo'lgan. Eng qadimiy gullardan biri sifatida Xitoyda topilgan arxeofrukt hamda Ispaniyada topilgan suv o'simligi Montecito Vidali qoldiqlari e'tirof etilgan. Gul sovg'a qilish esa qadimiy sivilizatsiyaga borib taqaladi. Misrliklar birinchi bo'lib gul sovg'a qilishni qo'llashgan. Ular gullar ilohiy kuchga ega hamda insonlar bilan xudolar o'rtasida vositachi bo'la oladi deb hisoblashgan. Qadimgi Yunonistonda ham sevgi va go'zallik ramzi sifatida atirgullarni juda qadrlashgan. Hatto ritsarlar salb yurishlaridan qaytishayotganida o'z juftiga yoki sevgilisiga gullar sovg'a qilishgan. Qizil atirgul muhabbatni, oq nilufar poklikni, binafsha kamtarlikni, liliya gullari esa ishonch va chin sevgi ramzi hisoblangan. Gullar ilk saharda bodu saboda tebranadi nafis g'unchalar, yuz ochadi tongda beg'ubor, go'zallikda tengsiz bunchalar. Shabbodalar silaydi yuzun, atrin sochar atrofga xushbo'y, turfa rangda olam bezagi, gul chiroyi mujassam xushro'y. Gullar asli Alloh tuhfasi, gul hayotning go'zal lavhasi. Taqdim eting gul sovg'angizni, gul quvonchning gul sarlavhasi. Azizlar, gul sovg'angizni tuhfa eting. Siz tuhfa etgan gulni olayotgan eng yaxshi ko'rgan sevimli insoningizning chehrasidagi quvonchdan dilingiz shodlikka to'ladi.